Ha. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar, birodarlar. Mana bugun 31-mart, seshanba kuni. Mana bu yerda bir nima bor edi? Mana sadaqa. Hozir shuni ishlar olib boryapti. Mana ovqat. Assalomu alaykum. Harmanlar o. Mana. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimi? Assalomu alaykum. Mana hozir yog'i qo'yilib, mana endi 3 qozon palov bo'ladi bugun. Bitta sadaqa berayotgan ekan. Mana 31-mart 2026-yil seshanba kuni. Do'stlar, mana havo juda sof. Kecha yomg'ir yog'ib o'tdi. Juda bir shalabbo yomg'ir yog'di. Havo juda ham sof. Qancha nafas olsak shuncha yaxshi havo. Do'stlar, iltimos sizlardan 200 mingga yetkazishda yordamlashing. Mana hozir Oshvoz aka tayyorgarchiligini ko'rib turibdi. Mana maşalloh juda ham zo'r ishlar ketyapti. Havo juda sof. Mana hamma kelib ahillik bilan ish qilaverishadilar bu yerda. Shunaqa odat.